Yunusobod 13-kvartal IKAT Novostroykamizning 6-qavatidan chiqqan 2 xona 3 xona qilingan yangi remontli kvartirani video obzorini qilgan kelganmiz. Hozir Novostroykamizning o'zini ko'rsatadigan bo'lsam, детский площадка besetkalari bor, hovlilari mavjud, закрытый territoriya. Domimizning o'zini ko'rinishi, tegida 2 qavat parkovkalari bor, lokatsiyalari juda ham yaxshi. 5 minutda Megaplanetda oldiga chiqish imkoniyatlari bor. Qolganini xonadonimizning o'zini kadr orqasidan ko'rsatib, tushuntirib ketaman, ketdik. Xonadonimizga keladigan bo'lsangiz, studiya formatida remont qilingan, juda ham chiroyli dizaynga ega bo'lgan xonadonlardan biri desam bo'ladi. Chap qo'limizda kuxonniy zona ko'rishingiz mumkin. O'ng qo'limizda zal, shu o'tirib dam oladigan zonamiz. Asosiy qismi. Birinchi eshigimiz orqasida kattagina spalnya joylashgan. Spalnyani o'zini garderobli xonasi ham bor. Ko'rishingiz mumkin. Keyingi eshigimiz orqasida детский, bitta bola uchun mo'ljallangan xona. Shkaflari bor, dars qiladigan joylari bor, oynalari bor. Xonamiz ham gulxo'y bo'lib qolmagan. Sanuzellarimizni ko'rib o'tamiz. Sanuzellarimiz juda ham chiroyli remont qilingan ekan. Yangi modaga chiqayotgan kafillardan mat gold rangdagi aksessuarlar ishlatilgan. Va oxirgi ko'rsatib o'tadigan joyim sanuzel ikkinchisi. Ko'rishingiz mumkin, bu ham juda ham chiroyli. Tadbir qilingan ranglari. Xo'sh, xonadonimiz holati, remontiga har doimgidek kommentariyada o'zingizlar